Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Daniyadan salomlar. Kuni kecha Hasanxon Yahyo atalmish ahli ilm o'ziga al-Muqri deb taxallus olgan shu insonning ayollarning mashina haydash borasidagi munosabati yozilgan bir qisqa videoni ulashdim. Ayollarning mashina minishi borasida ham ulamolarning gapi bor. Ayol kishining tabiatini ko'p o'zgartirib qo'yadi degan. Keyin eriga degan qo'pol gapirib, o'tirib turing deb o'zini mustaqil his qilib olsa, erkakning ko'ngli soviydi. Oila buzilmaganda ham ko'ngli sovisi o'zi yetadi. Keyin erkakni Xudo shunaqa yaratganki, ayolda zaifligini ko'rsa, ko'rgan sari unga pushtpanoh bo'ladi. Unda quvvatni ko'rgan sari undan qo'lini tortadi. O'shuning uchun ayolni eng katta quvvati degan uning zaifligida degan. Undan oldin ham Hasanxon Yahyoning ayollarni erkaklar bilan nima uchun o'qishlari bir xil, 5 yil lo'killab borib kelib yuraveradimi, nima qiladi fizika, matematikani o'rganib degan bir videosini ham ulashgan edi bundan ancha vaqtlar oldin. Men o'zim shaxsan mulohaza qilaman. Nimaga o'g'il bolalar bilan qiz bolalarni maktabi ham, instituti ham hamma yo'q nimaga bir xil? Axir ularning hayoti boshqa-boshqa-ku. Vazifasi boshqa, majburiyati boshqa. Qiz bola ham o'g'il bola bilan bir xil matematikani hali masalan o'ylab, fizikani. Ayollarga bir umr ishlamaydigan ilmlarni 5 yil partada ushlab o'tirib, nima qiladi vaqtini olib? Oddiy misol eri bilan gaplashishni bilmaydi. Buni bolaning psixologiyasini o'rgatmagan, bolaning tarbiyasini qaynona bilan munosabatni o'rgatmagan. Mana shularni o'rganmaydimi u oilaga kerakli narsa? Uni o'rniga bekordan aka lo'killab boradi keladi. Mana shu masalada, ya'ni ayollar borasida bor yo'g'i o'sha bir ikkitagina ahli ilmlar tomonidan gapirilayotgan gaplar emas, bu muntazam ravishda mullalarning katta qismi tomonidan ayollar diskriminatsiya qilinishi bu kuzatilib kelinadi. Bu yangilik ham emas. Endi bizda ko'proq o'sha ahli ilmlar, ulamolar deb atalmish zotlarning ustidan nazorat bo'lganligi bois hammasi ham ochiq gapirib yuboravermaydi. Ayrimlari qo'rqishsa, ayrimlari bu masalalarda sukut saqlashni afzal bilishadi, chunki baribir nazorat bor. Davlatimiz dunyoviylikka asoslangan qonuniy konstitutsion boshqaruvli davlat. Haq-huquqlar masalasi, ayollar huquqlari masalasi, gender tenglik masalasi to'g'risida so'nggi yillarda chiqarilgan qonun va normalarni o'zini sanab bir nechtasini sanab berish mumkin. Mulla sinfiga agar to'laqonli erkinlik va huquq berib qo'yiladigan bo'lsa, mana shu mizoginiya, ayollarga qarshi hukm va fatvolar bu kuchayib boraveradi. Va to'liq o'sha ayollar ustidan bir o'ta johilona bir hukmronlik qilish masalasi yuzaga kelib qoladi. Bu Tolibonlarda ayon, o'sha qoloq shariat hukmi bilan yashaydigan arab mamlakatlarida bu narsalar allaqachon davom etib kelyapti. Keling, bu Tolibondagi yoki boshqa joydagi masalalarni emas, o'zimizdagi ayrim ulamolar mana shu narsalarni doim mavzu qilib ko'taraveradi. Nima uchun o'qish, ta'lim mana shu masalalarga qarshi chiqadi? Nima uchun bu bugungi yangi texnologik rivojlanish, taraqqiyot jadal o'sib borayotgan bir paytda mana shunaqa texnika va texnologiyalarga bo'lgan munosabatlarni ham ayollarga bog'lab, uni joiz emasligini aytishadi. Nimaga ayollarni bunchalik kamsitishadi degan bir savollar o'rtaga chiqib qoladi va xususan mana shu videolardan keyin ham ayollar tomonidan shaxsan o'zimga ham nima uchun bu mullalar bunaqa? Biz nima qildik shuncha? Ya'ni nimaga ayollarni bunchalik kamsitishadi, diskriminatsiya qilishadi? Ya'ni haligi hammamiz ko'rdik-ku, avtobusda erkak kishi o'rni sovmasdan ayol o'tirib qo'ysa, zino qilgan bilan barobar bo'lib qoladi deb chiqdi bitta mulla. Bu bitta Hasanxon Yahyo shaxsiyati to'g'risida ketmayapti. Ya'ni buni fikri, aynan buni g'oyaviy bir propagandasi to'g'risida ketmayapti. Bu bir umum bir qanaqadir mullalar orasidagi bir ittifoqqa o'xshab qolgan. Bundan oldin ham bir Abbos degan, menimcha Abbos edi ismi, Hazrat Abbos deyishadimi? Bir yoshi ulug' bo'lgan bir mulla bor. Aynan shunga ham savol berilgan, mashina minish joizmi ayollarniki deb. U ham aytgan, ayollarning mashina minishi joiz emas deb. Ya'ni bu yangilik emas. Ayollar
moshina minishi joizmi debdilar. Bizni shariatimizda bezarurat joiz emas. Hayotda olib gapirsak, er xotin bir yoqqa ketyapti, bitta mashinada, ayol ham biladi. Erni davleniyasi oshib ketib, mashinani boshqara olmay qolsa, mana shunaqa vaqtlarda mumkin o'sha manzilgacha olib borishligi mumkin. Lekin bugungi kundaqa yasanib, tusanib, hammaga ko'z qilib, qimmatbaho mashinalarda olib minib yurishligi ko'p ham ayollarga shariatimiz tarafidan joiz emas. Ya'ni bitta Hasanxon Yahyo aytayotgani yo'q bu narsani. Bu shariatda bor bo'lgani uchun aytilyapti. O'sha qaysidir kigiz kitoblarda aytib ketilgani uchun ana shu narsalar gapirilyapti. Osmondan olib gapirayotgani yo'q. O'sha kigiz kitoblarni titkilab, o'shani orasidan chiqib kelayotgan narsani bugungi zamonga moslab va bugungi davrimizga moslab hukm qilib aytib beryapti. Bu narsalarni biz bot va bot aytib kelyapmiz, e'tirof etib kelyapmiz, fakti bilan ko'rsatib kelyapmiz. Hammasi o'sha ayol kishining o'sha kichkinaligidan boshlab, ya'ni qizlik paytidan boshlab qiz bolalarni, keyin ayollarni doim o'shalarning harakatini cheklash, ularning haq-huquqini cheklash, gender ajratish. Ya'ni o'g'il bolalar bilan qiz bolalarni nimaga o'qishi bir xil. U hayoti boshqa, majburiyatlari, vazifalari boshqa degan narsalarni aytib o'tgan. Ana shu narsalarni hammasini umumlashtirib, nima uchun bunaqa degan savol har bir aqli sog'lom insonda paydo bo'ladi. Nima uchun bu mullalar tish tirnog'i bilan ayol qizlarning ta'limiga, ularning rivojlanishiga, aqliy salohiyatining oshishiga, turli sohalarda o'z o'rnini egallashi, bir shaxs o'laroq bir ongi yuksalib, bir o'zini ustida ishlaydigan, taraqqiy topadigan bir shaxs, bir jamiyatga foyda keltiradigan shaxs sifatida o'sishi uchun u albatta oliy ta'limni o'qish kerak. Mana shu narsalarga qarshi. Nima uchun? Nima uchun bular doim ayollarning aqliy salohiyati, IQ'si deymizmi, o'sha yuqorilab ketishidan xavfsiraydi. Men buni bir mulohazasini qildim. Bu muammo bu ayol qizlardan boshlanmayapti. Bu muammo bu mulla sinfi erkaklarni, ya'ni o'g'il bolalarni taraqqiyotdan to'sib ushlab qolishdan boshlanyapti. Shariat ilmlaridan boshqa ilmlar, bu dunyoviy matohlar deydiganlar ko'p. Biror narsani olib kelsangiz, adabiyot, kitob, musiqa, san'at, har qanaqa bir yo'nalishni olib kelsangiz, uni o'rniga Qur'on yodlasa bo'lmaydimi degan narsani mana millionlab odamlar yozadi. Ya'ni hammasi o'sha shariat ilmini ustuvor qo'yib qo'yadi-da, shariat ilmini o'rganish kerak. Qolgan hammasi bu dunyo matohlari, oxiratiga foyda bermaydi degan konkretniy mana shu chaqiriq, ya'ni signal bor. Xo'p, mana shu o'g'il bolalar va erkaklarni ongini past qilib ushlab turish, o'sha kontrolda ushlab turish uchun juda ko'p hukm va fatvolar va mana shunaqa qo'rqitishlar, mana shunaqa chaqiriqlar, propagandalar bo'lib keladi. Mana yurtimizda kuzatilgan narsa. O'g'il bolalarni yosh paytidan hujralarga berib yuborish. O'sha turli din ilmini o'rganadi, Qur'on yodlaydi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb. Mana shu narsa faqat shu bilan mashg'ul qilib qo'yish. Va qarabsizki, yosh avlodda butkul mana bu dunyoviy ilmlarni egallashga ishtiyoq so'nib boradi. Faqat mullasini eshitadi. Mullasining ma'ruzasini mutlaq haqiqat deb qabul qiladi. Bo'ldi, miya tormizlanadi. Miya arendaga beriladi. Hujralar bilan band bo'ladi. Mullani ma'ruzasi bilan band bo'ladi. Faqat shu ertayu kech yotib olib haligi ibodat qilyapman men deb, men oxiratimni o'ylayman deb o'shanga beriladi. Real bir ishlar bilan shug'ullanib, ozgina bir o'zini taraqqiy toptirish uchun, rivojlantirish uchun yoki jamiyat uchun foydali bo'ladigan ilmlarni egallashini istamaydi, egallamaydi. Eng maksimum bo'lsa bitta bloger bo'lib oladi, misol uchun, va ketdi. O'shandan yo shantaj qilib pul ishlaydi yoki ehson yig'ib pul ishlaydi. Mana shu narsalarga, ya'ni yengil hayot, yengil pul topish yo'llariga o'tib ketaveradi. IQ daraja haligi ahvol, ong past bo'lib yotibdi. Chunki
egallanmagan, kerak emas deb hisoblaydi. Bu mullalarning targ'ibotlari hammasi o'sha kerak emas, bu matahlar bular degan narsaga olib kelib qo'ygan va qarabsizki, butun avlod mana shu shaklda yetishib chiqyapti. Bu ong past bo'lib ketgandan keyin borib mana o'qigan, sal tafakkuri keng insonlarni hammasi biladi. Bir davrada o'tira olmaysiz unaqa odamlar bilan. Yaxshi inson bo'lishi mumkin. Bezarar inson bo'lishi mumkin. Gaplashib, maza qilib suhbat qura olmaysiz. Keng dunyoqarashga ega bo'lmagan, faqat hamma narsani bitta prizma orqali ko'ra oladigan, o'sha cho'pchaklar va ertaklar orqali bir tarozga qo'yadigan, o'sha cho'pchak va ertaklar orqali tahlil qiladigan insonlar bilan bir joyda o'tirib, bir davrada maza qilib suhbat qura olmaysiz. Har qanaqa bir tanqidiy qarashga ega bo'lgan, har qanaqa bir mana bu dunyoviy ilmlardan boxabar bo'lgan odamlar, mana shu insonlar buni o'z hayotida har qanaqa paytda ya'ni tajribasini ko'rish mumkin. Turib ketib qolasiz. Gaplashmaysiz, nomiga salom alaykum qilasiz, qochasiz. Masalan, shaxsan o'zimda shunaqa. Bu tanish bilishlarning orasida bo'lsin, boshqa do'st yorlarning orasida bo'lsin, qayerda bo'lsa, mana shu faqat o'sha diniy cho'pchaklar mavzu bo'lib ko'tarilib, voh qilinadigan davralarda masalan men o'tira olmayman. Quloqlarim oqib tushib ketdi deydi, erib. O'shanaqa insonlar yaxshi inson bo'lsa ham suhbat qura olmaysiz-da. Chunki tafakkur shu. Qoloq bir miflarga asoslangan, afsonalarga asoslangan tafakkur bilan o'tirib normal bir suhbat qurish imkonsiz. Endi tasavvur qiling. Qizlar o'qisa nima bo'ladi? Oliygohlarni. Oliygohni o'qigan odam o'qimagan odamdan o'sha qoyillatib o'qib qo'ymagan bo'lsa ham farqlanadi. Men bu narsani uverenni aytaman. Oliygohni auditoriyasiga borib o'tirdingizmi? O'qib qoyillatib qo'ymagan bo'lsa ham o'qimasdan ko'chada shataloq otib yurgan yoshlardan ajraladi. O'ziga yarasha o'sha aurani his qiladi. O'ziga yarasha o'sha talabalar bilan birga xohlaydimi, yo'qmi, o'qishni istamasa ham, boshqa qilmasa ham o'sha ichida yurib, qulog'iga ko'p narsa, informatsiyalar, bilim, ilmlar kiradi. O'zi istasa, istamasa va o'zidan madaniyati o'zgacha shakllanadi. Shuning uchun har qanaqa o'g'il qizni iloji boricha oliy ta'limga o'qitish kerak. Iloji boricha shunga tayyorlash kerak. Bu dunyoqarashni o'zgartiradi. Qizlar o'qib qo'ysa nima bo'ladi? Mana shu savol ketma-ketiga kelib chiqadi. Ya'ni muammo o'g'il bolalardan boshlanyapti va qizlarga ta'sir qilishni boshlayapti. Va mullalar yoppasiga o'sha muridlar bilan qo'shilib olib, bu mulla sinfi, mullakratiya sinfi. Qiz ayollarga bosimni boshlayapti. O'qish kerak emas, mashina minish kerak emas, u qilish kerak emas, bu qilish kerak emas. Qatga qarama shu ayollarga cheklov. Nima uchun bu? Buni sababi ayol o'qib qo'yadigan bo'lsa, ilm oladigan bo'lsa, ilm deganda bular diniy safsatalarni ilm deyishadi-da. Yo'q, men ilm deb konkretni ilm, bilim, ilm fanni aytyapman. O'sha sohalarda, ma'lum sohalarda o'qib qo'yadigan bo'lsa, oliy ta'lim, universitet, institutlarni, boshqa uni nimasi, o'sha IQ darajasi oshadi. 4 yil, 5 yil ichida ancha o'zgarish bo'lib ketib qoladi. Va keyinchalik izlanish, o'qishlar orqali o'zi uchun yana ta'limini oshirib borishi mumkin. Bu daraja, bu holat ya'ni jamiyatda massiv tus oladigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Mana bu to'dalashib yurgan, mana bu zambaklar bor-ku, yoshlar. To'dalash faqat miyasini musorga to'ldirib yurganlar. Bular bilan teng bo'la olmay qoladi. Mana bu o'qigan ayol qiz mensinmaydi uncha-munchani. Chunki uni IQsi baland bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan Hasanxon Yahyoni bitta gapiga qo'shilaman. Ayol erkakni mensinmay qo'yadi. Ya'ni qaysi ma'noda? Erkak bo'lganligi uchun bir jismoniy ma'noda emas, o'sha ong, tafakkur jihatidan. Ya'ni uni ongi, uni IQsi baland bo'lib qoladi. Ayolni IQ ongi, tafakkuri baland bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu safsatavozlarni, har xil cho'pchak, mif, afsonalarni aytib yuradiganlarni xohlaydimi yo'qmi at-targ'ib qilishni boshlaydi o'zidan. O'zidan yiroqlashtirishni boshlaydi. Ya'ni uni xohlamaydi u bilan butun umr turmush qurish, u do'zax bo'ladi u ayol qiz uchun. U mashaqqat u bor, u tupagaloviy amyoba bilan turmush qurish
mashaqqat bo'lib ketadi. Ana undan keyin u plankani o'ziga yarasha olishni boshlaydi. O'zini erkin fikri paydo bo'ladi. Mustaqillik deyapti-ku, mustaqil bo'lib ketib qolsa erini mensimay qo'yadi deb. Yo'q, o'sha qizlik paytidan, ya'ni mustaqil hayotda qaror qabul qilishni o'rganadi. Ya'ni birovning qo'liga qarab o'tirish emas, o'zi mustaqil qaror qabul qila olish, o'zi hal qila olish. O'shanaqa bir immunitet shakllanadi u ayol qizda. O'zi hayotda o'z o'rnini topishga intilish boshlanadi. Ana bu ayol qizlar bu mullakratiya sinfi, ya'ni men mulla murid sinfi desam ham bo'ladi. Bular uchun ajal. Bir mavzuda gap-gapga qo'shmaydigan bo'lsa, butun umr yashash unaqa inson bilan. U qiyomat u. Mana nimadan qo'rqishyapti mullalar. Bular mana bu massani avomlashtirib, omillashtirib, butunlay go'llashtirib, tupoylashtirib bo'ldi, tormizlashtirib. Miyalarni hammasini egallab bo'lgan. Mana shu qatlamga zid ravishda kuchli, haligi bilimli, ilmli ayol qizlar qatlami paydo bo'ladi. Mana bularning hammasi chiqib bo'lib qolib ketadi. O'ziga o'xshaganlar topiladi albatta. O'sha burqalarni olib 3-4 xotin bo'lishga ham tayyor bo'lgan, yana shunaqa o'qimagan omi bor qizlarni, ayollarning orasida ham o'shalarni o'qitmasdan uyda ushlab o'tir. Ertaga 16 yoshga to'lish, 17 yoshga to'lish bilan erga berib yubor deydigan sortlar, albatta bir-biriga mos, bir-birini topishib ketaveradi. Lekin katta massa ayol qizlar agar ta'lim olishni boshlaydigan bo'lsa, oliy ta'lim olishni boshlaydigan bo'lsa, mana bular bo'ldi. Bular bir chetda o'sha past saviyali, past bir tafakkurli bo'lib qolib ketadi bular. Ana shu xavotirda. Shuning uchun doim ayol qizlarga bosim. Ayol qizlarni ongi bularni ongidan past turish kerak. Endi bularni o'zida ong yo'q bo'lsa, endi tasavvur qiling, u ayol qiz qay darajada bo'lish kerak. Ana shuning uchun bosim. Farosatni qarang. Mashina minsa, uni tabiatiga ta'sir qilarmishdi, erini mensimay qo'yarmishdi, nima deydi, xarakteriga ta'sir qilib ketarmish. Ahli ilm deganini fikrlashi shu. Boshqalarni qo'yavering endi ana o'qimagan omilarini. Mana nima uchun doimiy ravishda ayollarga bosim. O'zlaridan yuqori bo'lib ketib qolishini, saviyasi yuqori bo'lib ketishini, o'sha bilim, ilmi yuqori bo'lib ketib qolishini, IQsi yuqori bo'lib ketib qolishini xohlamaydi. Endi ayol qizlar jamiyatda ommatan o'qishga berilib, mana shu ota-onalar shu narsaga e'tibor qilib, hammasini o'qitib, hammasini oliy ma'lumotli qilib, hammasini bir soha vakili, soha egasi qilib, tarbiyalab, o'stirib, ulg'aytiradigan bo'lsa, mana bu o'g'il bolalarni ana shu botqoqdan qutqarishiga sabab bo'ladi. Ana shu narsaga turtki bo'ladi. Bu yoq tomoni bor. Ayol qizlar kelajakni qutqaradi. Agar o'qimishli olim bo'lib yetishadigan bo'lsa. Olim bo'lib yetishmagan taqdirda ham hech bo'lmasa o'sha o'z sohasini bir mutaxassis bo'lib, hayotda o'z qarorini ola oladigan bo'lib yetishadigan bo'lsa, mustaqil bo'lib yetishadigan bo'lsa, hur fikrli, erkin bo'lib yetishadigan bo'lsa, kelajakni qutqaradi. Ya'ni ana bu tupoy baran massa nima qiladi? Bozor shundan iborat. Ya'ni bozor talabiga qarab yo'nalishni boshlaydi. Ana shunga yetishish kerakmi? Demak, o'zini rivojlantirish kerak, o'stirish kerak ongini. Talablar o'zi shunaqa bo'ladi. Men o'qimishli qizni olaman deydi. Men o'qimishligiga erga tegaman deydi. Ana raqobat bardoshlik kelib chiqadi o'rtada. Menga tupoy bir sekund, bir minut o'tirib suhbatlasha olmaydigan mana bunaqa bir ongi past kerak emas deydi. Tanlov yuzaga keladi. U matah qilib, bir shunchaki o'yinchoq, seks igrushka qilib emas, bir shaxsiyat sifatida ko'rishni boshlaydi. Hurmat qilishni boshlaydi, shaxs sifatida. O'zaro tan olishni boshlaydi bir-birini. Ilmini, bilimini, tafakkurini. Va bir-biriga yetishish uchun o'z ustida ishlashni boshlaydi. Mullasiga ham ko'ndalang qo'yadi. Boshqasiga ham ana 1000 yillikdan qolib ketgan kigiz kitobiga ham ko'ndalang qo'yadi. Har xil ana shar'iy hukmlar degan mana bunaqa tom jild mana bunaqa bir bo'mag'ur kitoblar
to'plamlari bor. O'shalarni o'qib bu miyalar suyulib ketib bo'lgan. Hammasini chetga olib, real voqelik qarshisida yuzlashadi. Sifatni oshirishni boshlaydi. Sifat deganda bu avvalo men yana bir ma'naviy ma'noda aytyapman. Ma'naviy sifati oshirishni boshlaydi, o'z ustida ishlashni boshlaydi, o'qishni boshlaydi. Ertaga ota-onalar, yosh ota-onalar ham o'sha o'zini avlodini, o'zini zurriyotlarini shunga moslab ko'ryapsizmi? Jamiyatda bir ijtimoiy bir siljish boshlanadi. Ya'ni bir-birini tortaveradi. Hozir bizda regress, orqaga tortish boshlanyapti. Hozir shu moda qilib ko'rsatilib, hamma narsa shu ma'no mazmun mohiyatni hammasi chetda deb bir botqoqlik ko'rsatilyapti-da, hamma o'sha botqoqqa qarab kalla tashlayapti hozir. Vaqir-vuqur qurbaqaga o'xshab. Yo'q, mana shu narsa sifatlar oshadi. Ana bu joyda ayol qizlarning roli muhim. Erkakdan ko'ra ham ko'p ayolga e'tibor berish degan paytda mana shu narsalar tushunilishi kerak. Mana bu massani ertaga qayta o'ylab ko'rish uchun majbur qiladi. Hamma o'qimishli, tasavvur qiling, IQsi baland bo'lgan ayollarda mana bu zambaklar 5 vaqtaligi borib gap yo'q, ibodatini qiladi, lekin boshqa hech narsadan na bir siyosatdan xabari yo'q, dunyo siyosati, na iqtisoddan xabari yo'q, na bir biror sohani egallamagan. Faqat chayqovchilik, firibgarlik, tovlamachilik yoki haligi ehson yig'uvchilik qilib yuribdi. Nechta soqol sunnatni qo'yib olib, o'zidan dindor yasab olib, lekin qilib yurgan ishlarini ko'rsangiz bekorchi eng kamida. Safsataboz. Ana shularni nimasi kamayishni boshlaydi. Sifat oshib boradi. Ana shu sifatni oshirishda ayol kishilarning o'rni muhim. Erkaklarning sifatini oshirishda ham muhim. Muhabbat qo'yadi, ko'radi bittasini, sevadi, lekin u aytadi, "Pashol ty" deydi. Mana oddiy tushuntiradigan bo'lsak. "Pashol ty von" deydi. Sen bilan men deydi, bitta joyda o'tirishimni o'zi bu masala-ku deydi. Bunda qiladi. Chunki u miya suyulganda u endi mullasini spermasi bilan to'lgan miyasi. Ana shuning uchun u narsani qabul qilmaydi bu. O'sha tafakkuri yuqori bo'lgan ayol qiz qabul qilmaydi uni. Ana shuning uchun bular oxirigacha ayollarni kamsitish, cheklash, ustidan nazoratni ming qilib ushlab turish, iloji boricha uydan chiqarmaslik, turli diniy tomonlama endi ta'sir qilish oson. Shuning uchun diniy tomonlama turli cheklovlar mavjud, hukmlar mavjud. Ana shularni qo'llash, hayotga joriy qilish, o'sha qonunlarni bir nechta xilini buzish shun bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Bozorda bilimli, tafakkurli, IQsi baland, o'zi qaror qila oladigan, mustaqil fikrli oladigan, tanqidiy fikri bo'lgan ayol qizlar ko'payadigan bo'lsa, mana bularning hammasi bular bo'ydoq qolib ketadi bular. Uni avlodi-ku, endi zurriyotlarni aytamiz, farzandlarni. Endi tasavvur qilavering, u ikkita to'poydan tug'ilgan aqlli bo'lib ketadimi? U ham olib borib hujraga tiqishi dardida bo'ladi. U ham olib borib faqat erni o'ylashning dardida bo'ladi. Erni o'yla. Bo'ldi, mana shu pishir-tushirni qil, o'sha eringni qornini g'amla, o'shanga nima bo'lsa o'shanga to'g'ri keladigan mana shu doirada ishla, boshqa narsalarga sen aralashma. Sen qiz bolasan deb turib cheklashni boshlaydi. Mana shu sabab bizda mana shu Hasanxon Yahyolar, yana Abbos hojilar, yana kim qanaqa bunaqalarni nechtasini keltirdik. Mana Mubashshir Ahmad o'zi mizaginning eng doda xo'jasi edi. Ayollarga qarshi eng ko'p fatvo hukmlarni topib, kigiz kitoblardan o'shani olib chiqib joriy qilish uchun harakatda bo'lgan eng katta qiroli, sheyxi bu Mubashshir Ahmad edi. Va shunga o'xshagan boshqa mana bu mullalar ham ana shu propaganda ommaviy. Doim bular millionlarga propaganda qiladi. Mashina minish joiz emas degan misolni oladigan o'zida ertaga uni orqasida qancha ishkallar kelib chiqadi. Uni eshitib olgandan keyin borib.
Boradi, bo'ldi, sen o'zgarib ketar ekansan, sen bu tupoy bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi endi. Mullasini aytganini oladi. Sen o'zgarib, mana mensimay qo'yarmishsan deb cheklov boshlanadi. Bu signal o'sha ommaga qarata berilayotgan signal. Ana shuning uchun men so'zimni xulosa qilaman. Qizlaringizni o'qiting. O'sha mullalar istamayotgan mustaqil shaxs qilib yetishtiring. O'zingiz qizingiz misolida ko'rishni boshlang. Siz qizingizga nimani ravo ko'rsangiz, jamiyatdagi boshqa xotin qizlarga ham shuni ravo ko'rasiz. Siz qizingizni qul bo'lishi, birovni oyog'iga patak bo'lishi, ursa o'lib, bersa yeb o'tiraveradigan bir boqimanda bo'lishi, ertaga har xil hayotdagi vaziyatlar, qiyin mushkulotlar bo'lib qolgan paytda erni o'lib qolishi bor, ajrashib qolish bor, har xil vaziyatlar bor. O'sha paytlarda o'z yo'lini topolmay qoladigan bir adashgan banda bo'lib qolishini istamaysizmi? O'qiting qizingizni. O'g'il bolaga e'tibor beriladi shundoq ham. Ko'p oilalarda. Lekin qiz bolalarga e'tibor o'g'il boladan-da ko'proq berilishi kerak. Qizingizni o'qiting, dunyoviy bilimlar, oliygohlar, universitetlar hammasiga qayerga qo'lingiz yetsa, o'sha imkoningiz bo'lsa, o'sha qaysi yo'nalishda iqtidori bo'ladigan bo'lsa, shunga yo'naltirib, bu ota-onani burchi. Qaramaslik kerak. O'qisa qolib ketadi, yerdan qolib ketadi. Bu hammasi mana shu 16 yoshdan 15 yoshdan boshlab erga berishni o'ylaydigan narsalar, mana shu stereotiplarni sindirib buzib tashlash kerak o'zi. Shaxs bo'lib yetishsin, shaxs. Qiz bola shaxs. Men qizim shaxs bo'lib yetishishini xohlayman. Men xohlamayman mana bu botqoqlarda yurishini. Shaxs bo'lib o'ziga o'zi qaror oladigan inson bo'lib yetishsin. Ana shu inson bo'lgani uchun, qarori aqlli bo'lgani uchun unga kerak bo'lsa, uni hurmatini topadigan juft halol nasib qilsin-ki. Hurmat qila oladigan, tan oladigan. Ya'ni 2.5 butun. O'zaro o'sha IQ bittada urvinda bo'ladigan bo'lsa, bular o'rtasida men kuchlisan, zaif, ana zaif deyveradi-yu bular. Zaifa bo'lib o'tirish kerak uyda, zaifa deb. Yo'q, unaqa zaif, paif hammasini yig'ishtirish kerak. Bu yerda o'rtada men kuchlisan, zaif degan shovinizm emas. O'rtada maslahat yuzaga keladi. O'rtada mashvarat yuzaga keladi. Bir-birini to'ldiruvchi omil, faktorlar yuzaga keladi. Ana shu narsa bilim, ilm, ana shu narsa bir-birini to'ldirib, ana bu oilani o'zi rivojlanishni boshlaydi. Uni farzandlarini-ku qo'yavering keyin. Ishlasin, unisi u yoqda, bunisi bu yoqda o'z sohasini egasi bo'lsin, birgalashib, oilasini o'zini jannatga aylantirsa bo'ladi. Qizlarni o'qishi muhim. Mana bu chayilgan miyalarni siqib chiqarib tashasin. Chayilgan miyalarni o'pdim hammasini. Siqib chiqarib bir chetga uloqtirib yorsin. Bular o'tirursin o'zlariga o'xshaganlarni top, oxir o'zlariga o'xshaganlar qolmagan paytda, oxir oqibat bular ham bir o'qishni o'ylar keyin. Keyin bular ham bir sekin, men hamma yoqda talab shunaqa bo'lib ketdi endi. Men ham o'qimasam bo'lmaydi deb, yosh paytidan boshlab o'sha miyasi shu narsalarga kelib, ajab emas kelajagimiz, kelajakdagi avlodlarimiz mutaassiblik botqog'iga botgan emas. Ilm fanda qayerdadir qandaydir yutuqlarga erishib, qayerdadir qandaydir nomlarni qozonadigan bir avlodlar yetishib chiqsa ajab emas. Bu joyda men aynan ayollarning, qizlarning roli juda ham muhim va yuqori turishini aytyapman. Albatta ota-ona bunga sharoitlar qilib berish kerak. Qizlarimiz o'saversin. Uncha-muncha erkakni qator o'tkazib qo'ygan paytda bitta o'zi aql salohiyati bilan hammasini bir chetga uloqtirsin. Ana shular hammasini lol qoldirib yoradigan bir bilim egalari bo'lib chiqsin. Ana shu davrlar kelishini orzu qilaman men. Ana shunda keyin o'ylanib, unga bir buyum, matoh, seks o'yinchoq, bir zaifa deb qaralmaydi. Jamiyatda yetuk shaxs sifatida qaraladi unga va o'sha jamiyatda yetuk shaxsdan namuna olish bir nimasi yuzaga chiqadi. Undan namuna olishadi, boshqalarga namuna qilib ko'rsatishadi uni. Va o'sha namunalarga, bir nechta namunalarga yetishish uchun
уже nima raqobat boshlanadi. O'sha qizga yetish uchun bu ham o'zini ustida ishlashni boshlaydi. Erkak, o'g'il bola. O'qiyman deydi. Men o'qimishli qizni olishim kerak deydi. Ana falonchi namuna deydi. Men shunaqa bo'lishni xohlayman deydi. Bo'ldi. Bir-biriga tarmashib, bir-biriga intilib boraveradi. Mana bu period o'rtoqlar. Bo'ldi, bu tamom uxlagan period bu. Bu diniylik, bu safsatavozlik, bu mif, afsonalar davri tugadi. Tugashning ibtidosi boshlanib bo'ldi. Shuning uchun bu stereotiplarni hammasini parchalab, chetga uloqtirib, qizingizni mustaqil qaror qabul qila oladigan ilmli, bilimli, keng tafakkurli, dunyoqarash keng qilib tarbiyalash, o'stirish, ulg'aytirish uchun bor imkoniyatingizni bugun ayamang. Kelajakda yutuq ana shunda keladi. Shu mana aytmoqchi bo'lganlarim, salomat bo'linglar o'rtoqlar. Ayol qizlarimizga bag'ishlangan ma'ruzamiz tugadi. Sog' bo'linglar.